Navoiy deganda ko'z o'ngingizda bir tomonda bepoyon kengliklar, chorvachilik, dehqonchilik, boshqa tomonda mamlakat iqtisodiyotining yuragi bo'lgan yirik sanoat korxonalari namoyon bo'ladi. Hududda bo'gina emas, baliqchilik ham keng rivojlanganini qator-qator havzalardagi minglab baliqlarda ko'rishingiz mumkin. Birgina mana shu Navbahor tumanida 80 ta xo'jalik yurituvchi subyekt baliqchilik faoliyati bilan shug'ullanadi. Shundan 72 ta baliqchilik xo'jaligida umumiy 857 gektar maydonda sun'iy hovuzlar tashkil etilgan. Ayni paytda 16 ta baliqchilik xo'jaligida 394 gektar maydonda intensiv texnologiyalar joriy qilingan bo'lib, bu tarmoq samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Navbahor tumani eng ko'p baliq yetishtiradigan hudud va tabiiyki, tadbirkorlar uchun hududning o'zida baliq ozuqasi ishlab chiqarish ancha qulay. Shundan kelib chiqib, investitsiya dasturlari asosida tumanda yirik ishlab chiqarish quvvatiga ega Xitoy korxonasi faoliyati yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrdagi O'zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo'ljallangan investitsiya dasturini tasdiqlash hamda investitsiya loyihalarini boshqarishning yangi yondashuv va mexanizmlarini joriy etish to'g'risidagi qaroriga ko'ra, viloyat prokuraturasi ko'magi bilan mazkur korxonaning birinchi loyihasi rejalashtirilgan kundan ish boshladi. 2 million dollar o'z mablag'lari hisobidan va 10 million dollar xorijiy investitsiya asosida 285 gektar maydonda tashkil etilgan korxona bugun nafaqat Navbahor, balki boshqa hududlarga ham baliq ozuqalarini yetkazib berayapti. 我们宝龙工厂呢，现在暂时是乌兹别克第一的饲料厂。 Bu loyihani to'liq ishga tushirish 2025-2026 yillarga mo'ljallangan bo'lib, unda 1 yilda 30 ming tonna baliq ozuqa yemi ishlab chiqarish ko'zda tutilgan. Birinchi qiymati 5 million dollarlik, ishlab chiqarish quvvati esa 12 ming tonnalik loyiha 2025-yilda ishga tushirildi. Ikkinchi qiymati 7 million dollarlik, ishlab chiqarish quvvati esa 18 ming tonnalik loyiha 20-25 kun ichida uskunalarni o'rnatish ishlari to'liq yakunlanib ishga tushiriladi. Hozirda 30 nafar mahalliy aholi ish bilan band bo'lsa, ikkinchi loyiha ham ishga tushgach ularning soni 60 nafarga yetadi. Biz tumandagi baliqchilik sanoati bilan tanishganimizda jami 1065 gektar baliqchilik suv havzalari mavjudligi, bir kunlik baliq yem mahsulotiga talab 3,5 tonna, yillik talab esa 2500 tonna ekanini o'rgangan holda shu korxonani tashkil etganmiz. Bu hozircha O'zbekistondagi eng yirik baliq yemi ishlab chiqaruvchi korxona hisoblanadi. Biz tayyorlaydigan ozuqaga 12 xil mahsulot qo'shiladi va bu baliqlar uchun vitaminga boy, samarali ozuqa manbaiga aylanadi. Tarmoqni rivojlantirish borasida joriy yilgi rejalar ham talaygina. Xususan, hududiy investitsiya dasturi doirasida 2026-yilda Karmana tumanida 4 ta, Konimix tumanida 2 ta, Navbahor tumanida 5 ta, Uchquduq tumanida 1 ta, jami viloyatda 12 ta investitsiya loyihalarini ishga tushirish rejalashtirilgan va loyihalar o'z vaqtida amalga oshirilishi uchun viloyat prokuraturasi amaliy ko'maklarni berib kelmoqda. Xulosa qilib aytganda, baliqchilik serdaromad tarmoq sifatida navoiylik tadbirkorlar uchun kelajak imkoniyatlarini ochmoqda.